Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan pitsa tayyorlaymiz. Iliq sutga droji, shakar, un solib apara tayyorlab olamiz. Aparamiz birpas turadi, 5 minut turadi. Aparamiz tayyor bo'lgandan keyin unga bitta tuxum solamiz. Ketidan 4-5 qoshiqda yog' solib aralashtiramiz. So'ngra yana aralashtirib xamir qilamiz, un solamiz. Yumshoq xamir bo'lguncha un solib va tayyor xamirni ikkiga bo'lib yoyib olamiz. Qo'lda yoyamiz va unga men tomat surdim. Tomat surib, ustidan qirg'ichdan chiqarilgan sirni sepib olamiz va tabga ko'ra uyda nima topsanglar o'shani solasizlar. Men kolbasa soldim, pomidor to'g'rab va listga solib duxovkaga solamiz. Ozgina pishar-pishmas yana olib, yana sir sepamiz ustidan va yana pechga sovuramiz toki pishguncha qizarib. Mana tayyor bo'ldi. Uni esa kesib yaqinlarimizga tortiq qilsak bo'ladi.